رمضان 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 يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetlik ustazlar ve kırındaşlar. Ramazandaki gündelik soğuğat programımızın 6. bölümü Süleyman aleyhisselam'ın çümüyle bilen bolğan söhbeti. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de mındaktaydı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lenebluvennekum bişey'in minel havfi vel cu'i ve naqsim minel emvali vel enfusi vel semerat ve beşşiris sabirin. Ayetinin kısaca tercümesi: biz sizlerni bir az korkunç, bir az qahatçilik, mallarınlar, canlarınlar, ballarınlar ve ziraatlarınlarga yetadigan ziyan bilen çokum sınaymiz. Bişiği kelgen musibet ve ziyan zahmetlerge sabr kılgıçılarga cennet bilen hoş haber bergin. Bakara suresi 155. ayet. Sizlerni bir az korkunç, qahatçilik, mal mülkning bütün yok boluşu yoki uningga erishishning qiyin bo'lishi bilan kemiyib ketishi, o'lib ketish yoki Alloh yo'lida shahid bo'lish, meva-cheva ziroatlarning azlab ketishi, mol hosilning to'liq bo'lmasligi yoki ofat kuchirab buzilishi qatorliq ishlar bilan sinaymiz. Ey payg'ambar, mushu ishlarga va buningga o'xshash qiyinchiliklarga sabr qiluvchilarga dunyo oxiratda ularni xursand qiladigan va so'yindiradigan yaxshi oqibat bilan xush xabar bergin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: kimki at deganda va kechda 100 qitimdan subhanallohi va bihamdihi, ya'ni Allohni madhilash bilan uni hammadan paklab e'tiqod qilaman degan so'zni desa, hech bir odam u kishidan afzal ajr bilan kelmaydi. Lekin u kishiga o'xshash degan yoki uningdan ziyoda degan kishi u kishidan afzal ajr bilan keladi. Muslim rivoyati. Hikoya qilinishicha, Allohning payg'ambari Sulaymon alayhissalom bir kuni dengizning bo'yida o'ltirsa, bir dona bug'doy donchisini ko'targan cho'melini ko'rib qopti. Cho'mela donni ilib dengiz tarafga mangibdi. Sulaymon alayhissalom cho'melaga qarab tursa, cho'mela dengizga kelganda u yerda bir paqa dengizdan beshini chiqarib, og'zini ochdi. Cho'mela paqaning og'ziga kirdi. Paqa shung'ib suvga kirib ketdi. Oradan uzun vaqt o'tdi. Sulaymon alayhissalom buningdan ajablanib, o'ylanib qoldi. Ondan paqa suvdan chiqib, og'zini ochdi. Cho'mela chiqdi. Uning bilan bug'doy donchisi yo'q edi. Sulaymon alayhissalom cho'melini chaqirib, uningdan qayerga borganligini so'radi. Cho'mela: ey Allohning payg'ambari, siz ko'rayotgan bu dengizning qahrida ichi kavak bir tosh bor. Toshning ichida ko'zi ko'rmaydigan bir qurut bor. Uni Alloh taolo shu yerda paydo qilgan ekan. U qurut o'zining hayot yashashi uchun u yerdan sirtqa chiqib yemak izlayolmaydi. Alloh taolo haqiqatan uningga rizq yetkazib berishga meni vakil qildi. Menga su zarar yetkazmasin deb meni ko'tarishga bu paqani buyurdi. Paqa toshning to'shigiga og'zini ochdi. Men toshning ichiga kiraman, ondan rizqni qurutga yetkazib beraman. Ondan toshning to'shigidan paqaning og'ziga chiqaman, paqa meni dengizdan chiqirdi debdi. Sulaymon alayhissalom cho'meladan uning aytgan tasbihlarini angladingmi deb so'rabdi. Cho'mela: ha, u: ey karamlik Alloh, sen mushu dengizning qahrida toshning ichida yashayotgan men ama qurutga rizq berishni unutmagandek, o'z rahmating bilan mu'min bandalaringni unutma dedi. Hikmat: pastkash insonlar oliy janob kishilarning xatoliklarini izlash bilan lazzat topadi. Duo: ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan sen duoni eshitguchisan. Fikr: biz bu muborak oyda ota-onalarimizga ular hayot bo'lsin yoki vafot bo'lgan bo'lsin qandoq yaxshilik qilamiz? Ular haqida duoni ko'p qilishga tirishaylik. Haqiqatan umu ota-onaga yaxshilik qilishdir. Ularning haqida sadiq qilishga tirishaylik. Ularning roziligiga va bizni ota-onaga yaxshilik qilishga buyurgan Alloh taolaning roziligiga erishish uchun kuchimizning yetishicha tirishaylik qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramadan